Keçi Osman hazırmış. Osman to'g'rayapti men. Ma Osman'a tushdi, juyib qolib ketgandim. Ma ishqidas Osman. Isat 50 qo'yliq Osman hazırmış. To'g'rab berib. Andan keyin shunaqa eziydigan mashinada buni ezib suyun chiqaramiz. Buni nima ish qilamiz deganda o'tganlik bog'lig'i ichimiz. Majariyan sal japoliq agar xohlasanglar, bo'lmay qolib qolsa shu tayyor elib yesanglar bo'ladi. Men tushdi juyib qolib ketganman bu Osmanni. Keçi olsun qilib deyaptimi. Men avval to'g'ri velab, andayli gart-gurt qilib eziymiz, ish tugaydi. Anda buni suyini elgakdan o'tkazamiz, dag'dan o'tkazamiz, ishbekchiq. Mush japasiq chidasanglar, tebinasi yanglar. Mana avval to'g'ri oldik shuma Osmanni. Majariyan bilan aytgandek ashtabek japaliq ekan. Endi o'zimning geliga azalarga yilgan so'gan ekan. Japaliq. Osman to'g'richa jarayonsa japaliq bo'lsa lekin men chidab to'g'rayapman. Chunki bu tabiiy narsani foyda qildi ekan deb yemagan bilan atgan shu yiliq to'g'rini ilib yeymiz. Jigar buyrakli kadan chiqdi degan gap. Jigar yesak buyrak ziyon qildi yo oshqozon ziyon qildi degan gap. Men Osmanni to'g'ri bilib qancha o'shoq to'g'ri olsang shuncha yaxshilik ezish mashinasida eziymiz jo buni. Shundaq japasiq chidasanglar, anandan keyin bu Osman to'g'rab siqib suyini olsanglar bo'ldi. Bo'lmasa tayyordan ilib yanglar. Faqat qilaman qilib qolsanglar Osmanni boshqa videolarim qolsang topalaysizlar. Osmanni quritib olib uyga do'stlarga yeyiblar. Shuni choyning o'rnida demlab pisanglar bo'ldi juma. Hozir kech soat 11:30 bo'lib ketsa, mushpini ilib o'tadi. Men ishqidas Osman to'g'rab qilsam hozir men bir das bo'ldi. Endi buni men uyda meningdek mana eziydigan narsalar olib qolsa, mushant eziymiz. Bunda ilg'arroq olib qolsa yaxshi. Mushant eziymiz hozir. Endi men qo'lamga nimishman kiyib desanglar, bayatına Osman to'g'ratqach men qo'lamdan yerni pichoq veshik kesitib qoldi. Shu asli men palay faqat kiygim yo'q, hozir majbur kiyib qoldim. Shu palayimni qusur topmanglar, men qo'shib ketay. Hozir men siqishni boshlaymiz. Materialini sel qisqartib etdan bo'lmasa, ma video bek uzrab ketdi ekan. Jarayon bir xil bek mut japaliq ekan. Men nisbatan japaliq emas. To'g'ri ko'rsanglar, qilsang bo'ladi. Bek obarcha haqiqatan. Sizlarga nisbatan shu eng oddiy ko'ringan 7 minutda trafik zo'pinim. Men shu 1,5 soatda shopping elib mushlarni qilib bo'g'acha ish qilib 3 soat vaqtim ketdimki. Shuning uchun bir gullarni yo'llab, yurakdan yo'llab qo'yinglar. Qayt izimi. Qaysi xil mashina izi olsanglar shunchaki yaxshi. Qanchaki suyuq izi olsanglar shunchaki yaxshi. Menimda mani mashinam bek go'dan mashinamga kelib shunday qila oldim. Şimdi oxir to'xtab qolgan bo'ldi. Mana nasimni kallas veshi qizib ketib tutqudek hozir nimiz yo'q, men bek qizib ketdim. Buni endi davomli qilib deyapsam, ko'p ketmasin endi. Ma to'g'ri olsam mushtarak qilib qoldim. Mani bir narsa ep qolib turib, buni oyog'ini atqilay. Hozirmish mani siqib potilkaga ilolay. Mana mushtarak Osman ish qilib mani davomli qisqaya. Men beshansizlik. Bu Osmanning suyini chiqarish shunchalik bek japaliq xuddi bir qudvajamga polo etgandek bek japaliq qilama. Mushtachiq nas men yetildi. Mani juyimiz, mani etimiz, mayani ko'g'ilmaydi men Osmanlar yana. Tirmishlarni juyishchimir 15 minut vaqtim ketdi. Anadagi mani siqaylayman. Hatta men kichik choyli suzgandim bek qulaysiz bo'lib qoldi ekan maqatim. Atoyatdan chirpini dag'ga chiqdim. Mana elgakni ustiga qo'yibman. Menda suzsamsa osara qo'lamdi ekan dedim qaranglar.
Ve men Osman sıkıp qo'llarim shunda og'irdi lekin bek jafoliq tuyuldi maqetim jiq o'g'achqa 50 ko'yluk Osman sıkmak bek tesken. Japa chekibsiz deganlar bir xo'lni yo'llab qo'yinglar, kelar qitim bek yaxshi mezmunlarni chiqarib berman. 50 ko'yluk Osmanda shu 2 botulkadek chiqibdi. Qarasanglar rengi shunda ko'pkika oldin qitimliq ichkinimdimi bek qirtaq chiqibdi. Men ta'mi chunki ko'z o'g'an Osman bek kushilib ketamdi. Ish qilib bu o'zimga foydali bo'lgan bu retseptimi oxiri siqib tayyor qilib oldim. Oxiri kishim eshib qoldi-chu, mashinam buzilib qolay deb qog'achqa. Lekin bu jarayonlar bek zerikishlik jafoliq bo'lsa, lekin mush qilib to'ktaligimga o'zimga shunday rahmat aytdim. Jafoliq bo'lsa, mushni qilib sinab baqsanglar bo'lujima. Andan keyin atripini tashlab etmay, o'yitjinga solib qashuni aralashtiriblar. Kunda bir qo'shiqda yesanglar, gulqandekchi bu mush qon tomirni etish bek foydasi bor deb işte anladım. Men ep qo'yib, andan keyin bepdek unutib qoldim, chunki uydagi ishlarim bek chiqchu. Gündüz onu qılatqan, kech vaqtida boshqa ishni qilayotgan, unutib qolib shuni qaysi kunsa buni bir ko'chatdan to'yib ko'mib etdim. Asli amal bor, faqat tashlab etmanglar, faqat bo'lmasa esilgalashtiringlar. Yana qilaman qilib qolsanglar buni bir yeyib qilib purtib, qarchayni onu demlab ichinglar. Mana ma potulkalarni qurtma sog'lom bo'ldi. Men kunda degan ichgan bo'lganki bu 10 kunda tugaydi-chu bu. Uzoq muddat saqlagandan keyin potulkani qurtib qilishinglar zaruriyati yo'q. Abinshanga shu normal saqlaydigan sep qo'yib kunda bir qo'shiqdan qo'shib ichsanglar bo'ldi. Qaranglar ko'p kikma Osmanning suyi uchun. Mush burnuga Osmanning suyini chiqarish uchun 3 soat jang e'lon qildim. Tövbe. Shunchalik vaqtim ketdi-da men Osmaga, lekin arziydi. O'zimning badanini yeydigan narsa bo'lgandan keyin arziydi, qaranglar. Yop, bishil ko'p kikmaning rangidagi uyu. Oxiri buni muvaffaqiyatli tugatdim. Ich baqamsizlar. Endi bu Osmanning oxirida eshib qolganlarni beginshan silib etaman, mani beginshan silib etgandan keyin kunda deganda issam, mushik botulkadik narsa hecham bir 15 kun atrofida yetib qolamki, menga jigarning issig'i eshib ketgan, o'tyalliq ig'irlar, og'zinglar besh shiddatdan puraydigan, tiniqinglar po'xdek puraydiganlar ichib bersanglar bek unumini ko'rsam, o'zim unumini ko'rgan. Bugungi videolarni ko'rganingizga bak rahmat. Xo'sh, qattiq charchab ketdim. Bugun ko'zim qarsang bilalaysiz.